bizani uyda har safar tvorogni yarimi qolib ketadi. Qolgan tvorogni halilikda turib yeyilmagandan so'ng majbur tashlamaslikni yo'lini topdim. Lekin buning uchun oilamiz va farzandlarimiz uchun ozgina mehnat va sabr kerak bo'ladi. Arimizni mehnatlarini o'ylagan holda ishimizni boshlaymiz. Tvorogimizga bir dona tuxum, aritilgan sariyog', un, shakar, razzoxlitel, vanilin va bir chimdim mehr kerak bo'ladi. Hammasini ketma-ketlikda solib aralashtiramiz. So'ng qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamir qaramiz. Yarim soatda xonadonlikka qo'yib olamiz. Menda 2 zavola chiqdi. Birma-bir yoyib olamiz. Shu ko'rinishda qirqib, o'rtasini shakar sepib chiqib shakl beramiz. Ikkinchi zavolani ham shunday ishlab chiqamiz. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda pishirib olamiz. Yumshoqligini, loppaligini o'zingiz baho bering. Mazasini gap bo'lishi mumkin emas. Oilangizning duosini olishdan charchamang.